Shoshilinch xabar. Ertaga ko'p joylarda yomg'ir yog'ishi aytildi. Bu haqida batafsil video davomida bilib oling. O'zgidromet 18 aprel kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi, 12-15 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 11-13 daraja, kunduzi 18-20 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 16-21 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 16-21 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Kechasi va kunduzi 15-20 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 16-21 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Momaqaldiroq kuzatiladi. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi va kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi.